Dede kuzuga oldim. Ya mana desa Oltay. Nimadan yetdingiz buni? Prosta sotib oldim. Bo'pti, uyga kir, jim o'tirgan olma, men ishga ketolman. Dede siz bilan ishga boray, mashina minishni o'rgatib ketasiz. Ya, muka, sen uyda o'tir, olma. Boray. Yo'q, ya. Boray. O'tirma, ya. Sekin. Sekin, Oltay, sekin. Ya dede to'g'rimizdan mashina kelyaptimi? Ha, streshga turishdi, ketyo. To'xta. Dede shuncha yosh bolaga boshini berib bo'lmaydi-da. Poqimga o'tirib oldingmi, bo'lmasa aql ishini qilib. Sarasın, onana, sarasın, Dede emas, sonsalar uch burchak emas. Bunday dumalab. Sen kuymading. Solsada mejigar nima qilyapti? Dede mashinangiz qizib tursin dedim-da. Assalomu alaykum. Kim somsani yarimta tishlab ketdi? Ha, o'g'lingiz-da? Aka, men dadam Jizzaxdagi tandirchada ishlaydi. Somsalari shirin, 3 xil somsa yopadi. Jizzax shahariga dastavka tekin. To'y va marosimlarga ham somsalar yetkazib berishadi. Siz dadangiz unaqa emas. Voy, bolam, tirikmisan? Dada bitta somsa qolib ketibdi.